hamma menga multispani, bizga tanitgan Dondispani deb so'rashdi. Вот. Men muhabbatimdan voz kechmayman, baribir. Birinchi deydi-ku, u vodiyda hamma kontentlarimni xudo xolasa to'xtatmaslik maqsadida u yerga borganimda Do'gatini haydayman-ku. Bu yerda bu просто ovoragarchilik bo'lmasin. Shuning uchun hozir meni syomkaga taklif qilishgan. Xudo xolasa zo'r kadrlar bilan sizlarga ulashaman. Shunaqa gaplar. Bizda hozir syomka bo'ladi. Ochiq osmon bag'rida, dedi. Shunaqa manzarada. Hammaga salom deb chiqmasdim, to'g'rimi? Assalomu alaykum deb chiqardim. Bugun o'zi chiqmoqchi emas edim. Keyin kimni ko'rib qoldim bilasam, avariyadan beri gaplashamiz. Ular avariya bo'lganda men hali 15 mingtami odamim bo'lganlar. Shuni reelsdan chiqib qolganlar. Voy shunaqa rahmat deganki, o'rtoq bo'lib ketganmiz. Taniganlar bormi? Ancha yo'lsa kerak sizni, lekin butun O'zbekiston уже taniydi. Meni-chi itam tanimaydi. Kechamda menga ruscha yozishadi. Jessica Ryder. Ya, tayyormisiz? Men to'xtash kerak. Ha, shoshmasdan. Короче, bunaqa qilaylik. Daylar daraxtga ko'chalar bo'lyapman deb. Bizga e'tibor bermaydi, ular mehmonlar uchun kelishgan. Mehmonlarga e'tibor bersa, boya yo'lni o'zida bizni olib kelishadi. Sukun вообще tamku. Kamda. Zapravkalarni qilamiz. Uchamiz. Keyin og'iz ochamiz. Keyin syomka bor. Xohlasa bugun darsga bormadim. Chunki dam oldim. Shunaqa gaplar ko'chalarda men ko'rib qolsanglar, atmetka qilish esinglardan chiqmasin. Ketdi. Borkan. Shuncha yo'l bosib yurmadim, nega bordim endi? Ko'p qilganlar. Vaqt kutilyapti-ku deganlar. Ko'rib boshqacha dedi. Nafaqaga keldim. Hozir olib bitta bossam rosa iftorga yetib boraman. Bunaqa gaplar. Alloh sabr bersin ro'zadorlarga va ajrini ham ko'paytirib bersin. Shunaqa gaplar. Menda настроение zo'r, вообще zo'r. Yo'lda shunaqa ko'p odamlarni ko'rdim. Hammalar rasmga tushdi, atmetka qo'yiladigan. Shunaqa. Mehr. Juda ham zo'r narsa-da. Hozir modda kelib ketdim, haliroq endi shu yo'ldan mashinamga o'taman. Chunki ertaga qizlar bilan dachaga chiqishimiz kerak. Bayram qilamiz o'zimizga.
mo'tla qabristonida mo'timni olib obkatga qildirishga toni yo'liga ketyapman. Boshqa iloji yo'q, boshqa variant yo'q. Где-то 1000 kilometrdan keyin ochilib ketadi dedilar usta. Xudo xolasa. Uydagilarni xursand qilib bo'ldim. Xudo xolasa ertaga bizga ham zo'r kun bo'ladi. O'sha ma'lumotim. Xullas shunaqa gaplar. Yo'lda ko'rib qolsanglar, atmetga qilish esinglardan chiqmasin. Aytgancha, auditoriyamdagi go'zal, latofatli qizlarni bayram bilan tabriklayman. Hali asosiy bayramimiz oldinda, qayta ayyomi. Men intiqlik bilan kutayotgan bayram, xudo xolasa. Yo'q, storiesda bu. Rasm bo'ylash menimcha. Ha. Undoq emas edi-ku. Tikka emas-ku, bundoq bo'ladi. Qor shunaqa chiroyli yog'ib berayotganda qizlardan iltimos qilib yurman. Mana shular qolib ketgan ekan. Qizlardan iltimos, qizlar, meni rasmga olib beringlar deb yurmanlar. Nikak olib berishgani yo'q. O'zimcha kiyinib ko'chaga chiqmaganman. Shularmi yo'q. Qizlarni shularni o'yganman. Hamma qanaqa video tushib rasm olsa olib yotibdi. Men bechoraga yo'q. Iltimos chiroyliroq kadr olib beringlar desam. Bilmayman. Cho'ta yemagan kadrlar chiqmayapti-da, xullas. Sizlarga chiroyli kadrlar qo'ymoqchi edim. Cho'ta o'xshamaydi shakl. Mana bitta chiqdi. Qani olib berib ko'rsin. Ko'ramiz. Следующий. Menga rasm kerak. Mana bu tomonga kelinglar. Olib qo'y. Mana stolni olib. Ha, tevadan olgin, tevadan. Chiroyli. Yana bitta. Bo'ldi. O'sha trenddagicha. Assalomu alaykum. Mana bitta rasm. Mana. Bo'lmisiz? Zo'r. Jema shu ozon. Bo'ldi. Instagram'a koyarsın. Koyayım, video olabilirsin. Ha? Video olabilirsin. Ulab berish nima degan edi? Kollaboratsiya. Ha, postgami? Yo'q, post emas. Stories qo'yib Olabilirsin. Anladın mı? Hurmatingiz tugadimi? Menga qiyin bo'ldi endi. Men bechora endi nima qilaman endi? Siz meni hurmat qilmayapsiz-ku. Endi kechalari bilan men sizni hurmatingizni qozonish uchun yig'lab chiqaman endi. Endi jannatga ham kira olmasam kerakmikin? Siz meni hurmat qilmay qo'ydingiz.